Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizda ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldindan biz diqqatingizga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Diqqatingizda Xitoy Uyg'urlarga yangidan yo'l qo'ygan jinoyatning turlari mavzuli xabarimiz bo'ldi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda elib berayotgan chekdan oshgan siyosatlarga kunsiri yangisini qo'shmoqda. Bu qatim 3 qonunsiz bir buyumni topshirish to'g'risida yana bir umumiy uqtirish chiqardi. Shundaqla Xitoy hamda Uyg'urlarning uy mulklariga ko'zini qizartdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Uyg'ur xalqining hamma narsasini elib bo'lgan Xitoy tajovuzchilari amdilikda xalqning eng oxirgi yo'lanchiga bo'lgan uy mulk, terilg'u yerlarini ularning qo'ldan elish uchun 8 turlik yangi belgilama chiqardi. Tafsiloti diqqatingizda bo'ldi. Shundaqla Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashish tayyorlik xizmat yig'ini ochildi mavzuli xabarimiz bo'ldi. 4-mart kuni Sharq Turkiston ma'rifat va hamkorlik jamiyatining markazida 9-qatimliq Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashish yig'ining tayyorlik xizmat yig'ini uyushtirildi. Bu va bundan boshqa xabarlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy hamda Uyg'urlarning uy mulklariga ko'zini qizartdi. Uyg'ur xalqining hamma narsasini qo'ldan elib bo'lgan Xitoy tajovuzchilari amdilikda xalqning qo'lda qolgan eng oxirgi yo'lanchiga bo'lgan uy mulk, terilg'u yerlarini tortib olish uchun 8 turlik belgilama chiqardi. Bu belgilamadagi mazmunlar Xitoyning qonunsizlikda qaysi darajaga berib yetganligini oshkorlab bermoqda. Uyg'ur xalqining hamma narsasini qo'lidan elib bo'lgan Xitoy tajovuzchilari amdilikda xalqning qo'lda qolgan eng oxirgi yo'lanchiga bo'lgan uy mulk, terilg'u yerlarini tortib olish uchun 8 turlik belgilama chiqardi. Bu belgilamadagi mazmunlar Xitoyning qonunsizlikda qaysi darajaga berib yetganligini oshkorlab bermoqda. Xitoy axborotlaridan Xinhua to'ri bilan Xinjiang televiziya 2-kanalning undidor sahifasida fuqarolarga qaratilgan yangi bir belgilama e'lon qilingan. Bu belgilamada tövendikdek 8 turlik shaxslar egiligidagi uy zaminni Xitoy doiralari tarafidan davlat mulki hisobida elib olganligi bildirilgan bo'lib, bu 8 turlik uylar tövendiklardan iborat. Birinchi, bir oilada ko'p uy bo'lish. Bu deganlik bir oilaga bir uy prinsip bo'yicha ortiq bo'lgan uy davlat ilkiga o'tkazib olindi. Ikkinchi, belgilamaga xilof holda uy selish. Planlash tarmoqlarining tasdiqini olmay salgan uy, terilg'u yerga yoki kollektivning yeriga selingan uylar. Üçüncü, 2 yıldan artıq işletmegen uy va uylik yerler. Sirtlarga chiqib ishlash yoki shaharga ko'chib ketish sababidan quruq qolgan uylar yoki tashlandiq bo'lib qolgan uylar yoki o'rilib tushgan uylar. 4. Uylik yer setib olish. Buningda shaharlardan kelib setib olgan yoki yangidan salgan dacha uylarning birdek qaytirib olinganligi bildirilgan. 5. Hukumatga lozim bo'lgan yer va uy. Hükümet yol yasash yoki boshqa planlar bilan lozim qilmoqchi bo'lgan yer va uylar. 6. Nüfus yotkash. Yezidan shaharga nüfus yotkab ketgandan keyin qilib qolgan uylar, bundaq uylarda egasining o'ltirish huquqi bo'lmaydi. 7. Yangi uy salgandan keyingi koni uylar. Shaxslar yangi uy salgandan keyin bir oilada bir uy bo'lish prinsip bo'yicha koni uy davlat tarafidan elib olindi. 8. 5 kapolatlik oilalarning uylari. 5 kapolatlik uylar. Bunda qilib qolgan uylarni boshqalar ishlatishga bo'lmaydi, shunga qaytirib olindi. Xitoy Uyg'urlarga yangidan yo'l qo'ygan jinoyatning turlari. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda elib berayotgan chekdan oshgan ijroatlarga kunsiri yangisini qo'shmoqda. Bu qatim 3 qonunsiz bir buyumni topshirish to'g'risida umumiy uqtirish chiqardi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda elib berayotgan chekdan oshgan ijroatlarga kunsiri yangisini qo'shmoqda. Bu qatim 3 qonunsiz bir buyumni topshirish to'g'risida umumiy uqtirish chiqardi. Yangidan chiqarilgan bu uqtirish Xitoyning qonunchilik gazeti va Xinjiang televiziya stansiyasi 2-kanalning undidor suhbatida e'lon qilingan bo'lib, uningga 3 qonunsiz bir buyumni topshirish deb nom berilgan. Bu 3 qonunsiz deyilgani diniy nashr buyumlari, to'rda din tarqitish, diniy harakat qatorliqlarni o'z ichiga olgan bo'lib, bir buyum degani portlatqich yasashga munosabatlik har qanday buyumni o'z ichiga oldi ekan. Uqtirishda tövanda cho'ng 3 tur tilga ilingan bo'lib, bu 3 turning ko'pligan izohatlari berilgan. Birinchisida ishlab chiqarish va turmush jarayonida ishlatiladigan buyumlar. Ikkinchisida shaxsning o'z qiziqishi bilan setib olgan, saqlagan, boshqurib tizginlanadigan asboblar, portlatqich yasag'ili bo'ladigan buyumlar. Üçüncüsü de bu umumiy uqtirishda tilga elinmagan,
ammo topshirishga tegishlik deb qaragan buyumlar. Bular cho'qim 2017-yil 4-oyning 1-kundan burun Xitoy doiralariga topshirilishi, agar belgilangan muhlat ichida topshirmaganlarning og'irlatib jinoiy jazoga tortiladiganligi belgilangan. Birinchi ishlab chiqarish va turmush jarayonida topshirilishi kerak bo'lgan va jinoyat hisoblanadigan buyumlar tuvandikilar. Birinchi guli qoq quritish yoki yezi egilik ishlab chiqarishidan eshib qolgan gungurt, ammoniy nitrat, oriya, o'g'it qatorliqlar. İkinci po'jangza, sarangi qatorliq buyumlar. Üçüncü pichoq, kaki qatorliq turmush lozimatliklaridan boshqa pichoq uchining bo'lingi 30 gradusdan kichik bo'lgan, uzunligi 7 santimetrdan eshib ketgan yoki o'zlari yasab olgan temir asboblar. 4. Ay yulduz, halal haram belgisi, Sharq Turkiston degan xat yoki surat tushirilgan osmi gelam, kalendar, qo'ng'iroqliq soat hamda chini chaynak, patnus qatorliq diniy asabiylik tusidagi buyumlar. 5. O'zlari setib olgan Qur'on va chakma Qur'on hamda boshqa diniy kitoblar, diniy unsim buyumlari. 6. Saqlab qolgan diniy va milliy asabiylik tusidagi kiyim-kechaklar. 7. Doktorxona, ambulatoriya yoki dori do'konlaridan o'zlari setib olgan kali pirmanganat. 8. Tizimlatib anga oldirmagan, ortiq yoki birak qilingan suyuqlantirilgan gaz to'ngi, avtomobil gaz to'ngi. 9. Temir asboblarni pishiqlab ishlash kasbidagi kesish uskunasi, kapsharlash, suvarka uskunasi qatorliq saymonlar. 2. Shaxsning o'z qiziqishi bilan setib olgan, saqlagan, boshqurib tizginlanadigan asboblar, portlatgich yasig'ili bo'ladigan buyumlar. Ular tuvandikicha. 1. Yal miltiqi, o'qya, ragatga qatorliq buyumlar. 2. O'z oldiga saqlagan kon ichish, nefit qidirib tekshirishdan eshib qolgan portlatgich doriları, tavritish bombasi, piston qatorliqlar. 3. Durbun, kompas, xarita qatorliq buyumlar. 4. Badan iqtidori mashqi, tantarbiya faoliyatlariga ishlatiladigan pichoq, yo o'qi, uchar xanjar, qum xaltisi, boks paliyi qatorliq qo'ral saymonlar. 3. Bu umumiy uqtirishda tilga elinmagan, ammo topshirishga tegishlik deb qaragan buyumlar. Bu uqtirishning oxirida yuqorqi buyumlarni belgilangan muhlat ichida topshirmaganlarga beriladigan jazo tilga elinib, mundaq deyilgan. 2017-yil 4-oyning 1-kunidan keyin yuchirib topshirmaganlar birdek holda Jungoning terrorlikqa qarshi turish qonuni, jinoiy ishlar qonuni, amonlikni boshqarish bo'yicha jazolash qonuni, po'jangda bexatarlikni boshqarish nizomi, xatarlik ximiy buyumlarning bexatarligini boshqarish nizomi qatorliq aloqador qonun belgilanmalari bo'yicha qattiq jazolandi. Sharq Turkistonda zulm davomlashmoqda. Türkiye'deki nüfuzluq gazetlerden biri bo'lgan Yangi Chog' gazetining 6 mart kunidagi sahifasida Türkler Sharq Turkistonda assimilyatsiya qilinmoqda sarlavhalik qisqa selishtirma obzor e'lon qilindi. Türkiye'deki nüfuzluq gazetlerden biri bo'lgan Yangi Chog' gazetining 6 mart kunidagi sahifasida Türkler Sharq Turkistonda assimilyatsiya qilinmoqda sarlavhalik qisqa selishtirma obzor e'lon qilingan bo'lib, Yangi Chog' gazeti yozuvchisi Dr. Kurshad Zorlu Sharq Turkistondagi Türklar ustidan elib berilayotgan assimilyatsiyaga qarshi qattiq inkos qaytardi degan ibora bilan boshlangan bu selishtirma obzor mundaq davomlashdi. 1945-yili Sharq Turkistondagi Xitoyning egallagan nisbati 6,2%, Uyg'ur turklarining bo'lsa 82,7% edi. 2008-yilga kelganda Xitoylarning nisbati 39,2% ga, Uyg'ur turklarining bo'lsa 46,1% ga yetgan. Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining zulmi uzun yillardan beri davom qilib kelayotgan bo'lib, bu yerdagi Uyg'ur turklarining e'tiqodiy va milliy madaniyatlarining mavjudligiga qattiq besim va cheklama yurgizib kelinmoqda. Undan boshqa yana uzilmay davomlashib kelayotgan hujumlar natijasida 100 minglarcha turk o'ldirib tashlandi. Sharq Turkistondan iborat bu tuproqqa xalqaro kuzatuvchilar yoki axborotlarning kelishiga Xitoy doiralari asla ruxsat qilmay kelmoqda. Xitoyning ikkinchi qatimliq hayva ko'rsatish manevri kuchlik inkos qo'zg'adi. Xitoyning Xotan, Qashqar, Urumchi qatorliq Uyg'urlar markazlik o'ltiraqlashgan rayonlarda elib borgan xalqqa hayva ko'rsatish qasamiyat yig'ini nomida harbiy manevrining orqasidan 27 fevral kuni yana Urumchida 10 ming askar qatnashgan harbiy parad o'tkazganligi xalqarada kuchlik inkos qo'zg'adi. Gumida yuz bergan pichoqliq hujum va Yangisar doktorxonasiga Xitoylarga qartilgan paltiliq hujum voqealaridan keyin
Xitoy doiralari Sharq Turkistonning Xotan, Qashqar, Urumchi qatorliq Uyg'urlar markazlik o'ltiraqlashgan rayonlarda 16, 17, 18 fevral kunlari keng ko'lamda xalqga hayvi ko'rsatish qasamiyat yig'ini nomida harbiy manevr elib borgan edi. Orqadan necha kun o'tibla 27 fevral kuni yana Urumchida 10 ming kishilik harbiy parad o'tkazdi. Bu qitim o'tkazilgan bu hayvi ko'rsatish qasamiyat yig'iniga birinchi qitim Xotan, Qashqar, Urumchida o'tkazilgan manevrga qatnashgan Xitoy askar soqchilari mo qatnashtirilgan. Hamda Beronovik tikuchar aeroplan va askar tush mashinasi hamda bir qism ig'ir tipdagi qurollar mo ishlatilgan. Xitoyning Xinjiang gazetining bu haqda bergan xabarda bildirilishicha, 27 fevral kuni tushdan burun Urumchida elib berilgan keng ko'lamlik hayvi ko'rsatish manevri Urumchidagi asosliq g'ol liniyalarda Beronovik tanka va askar tush mashinalari bilan ko'cha aylangandan keyin tushdan keyin aeroplan bilan Xotan, Qashqar, Aqsu qatorliq rayonlarga ikkinchi qitimliq harbiy manevr uchun yetib kelgan. Hamda shu joylardagi Xitoy askarlari bilan birlikda xalqni qo'rqitib, terrorlik xarakterli faoliyatlarni elib borgan. 27 fevral kuni necha minglagan Xitoy askarlari Aqsu asir maydonida xalqga qo'rqinch selish qasamiyat yig'inini boshlagandan keyin Aqsuning asosliq ko'chalari va nuqtaliq o'rinlarda kuch ko'rsatish faoliyati elib borgan. Xotan va Qashqarda bu atalmish hayvi ko'rsatish faoliyatini o'xshash usul bilan elib borgan bo'lib, Xotanda Qaraqosh va Lob nahiyalarigacha yetib kelgan. Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda yaqindan beri orqadan elib berayotgan bu xildagi xalqga hayva kuch ko'rsatish manevrlari xalqarada kuchlik qarishliq inkaslarini paydo qildi. Har qaysi axborot o'rinlarining eng qiziq nuqtasiga aylandi. Reuters, BBC, CNN, TRT, Al Jazeera qatorliq danglik axborot vositalari mo Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda elib berayotgan bu xildagi harakatlarini aybladi. Undan boshqa har qaysi ijtimoiy aloqa vositalarida bu vaqtda ko'plagan bas munozirlar elib berilgan bo'lib, Xitoy doiralarining Uyg'urlarni qurol kuchi bilan majburiy assimilyatsiya qilishni maqsad qilgan bu xildagi faoliyatlarining hech qanday unumga erishalmay qolmasdan, balki rayonda ig'ir ijtimoiy siyosiy omillarni paydo qilib, texmo ig'ir qonliq to'qinishlarni keltirib chiqardiganligi o'tirg'i qo'yildi. Sharq Turkistonlik qarindoshlik uchrashishi tayyorlik xizmati yig'ini ochildi. Dünya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik kengashi hay'ati 4-mart kuni Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati markazida 9-qitimliq Dünya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishi tayyorlik maslahat yig'ini uyushtirdi. Dünya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik kengashi hay'ati 4-mart kuni Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati markazida 9-qitimliq Dünya Sharq Turkistonliklar uchrashishi tayyorlik maslahat yig'ini uyushtirdi. 16 davlat faoliyat elib berayotgan muhojiratdagi Sharq Turkistonlik Uyg'urlar 2009-yilda Turkiyada tunji qitim bir yerga jam bo'lib, birinchi qitimliq qarindoshlik uchrashish faoliyati elib borgan edi. Shuningdek keyin har yili bu uchrashish uzilmay davomlashib kelmoqda. Bu qitimliq kengash yig'iniga Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining idora hay'ati rahbarlari, jamiyatning har qaysi sho'ba mas'ullari, tashviqot, tadqiqot, nashriyat va ta'lim-tarbiya bo'limlarining mas'ullari qatnashgandan sirt, yana bir qism Uyg'ur ziyolilar, tadqiqotchilar va yurt mutavallilar bo'lib 20 ga yaqin kishi qatnashdi. Hidayatullah O'g'izxonning bildirishicha, bu yig'inda 8 yildan buyon har yili bir qitim o'tkazilib kelayotgan Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashish yig'inining 9-qitimligi bu yil o'tkazilmoqchi bo'lib, bu yig'inning qachon, qayerda, qanday va qaysi temada o'tkazilish to'g'risida muzokara elib berilganligini bildirdi. Yig'indan egallagan ahvollarda ma'lum bo'lishicha, bu yig'inda Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashish yig'inining tayyorlik xizmatlari, yig'inda muzokara qilinadigan temalar, asosiy mazmunlar, so'z qilguvchilar, qatnashuvchilar to'g'risida muzokara qilingan va yig'inga aloqador bir turkum qarorlar e'lingan. Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishining tunji navbatligi 2009-yilda Istanbulda chaqirilgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan bir qism Uyg'ur tashkilot vakillari, diniy olimlar, siyosiy faoliyatchilar, ziyolilar, tadqiqotchi va jurnalistlarning qatnashishi bilan o'tkazilgan edi. Bu qitim 9-navbatlikka o'tkazilgan Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishining qachon, qayerda o'tkazilganligi bekitilgan va yig'inda muzokara qilinadigan temalar va so'z qilguvchilar bir qo'r ko'zdan kechirilganligi bildirilgan. Qarindoshlik uchrashishining tayyorlik xizmatlari boshlandi. 2009-yildagi tunji qitimliq uchrashishdan keyin har qaysi tashkilotlar va muhojiratdagi Uyg'urlar orasida moslashish va hamkorlikni kuchaytirish uchun Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik kengash hay'ati ta'sis qilingan bo'lib, shuningdan beri har qaysi davlatlarda elib berilayotgan faoliyatlar orasida yaqinlik va birlik ruhini urg'utib, har yili Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishiga yetakchilik qilib kelmoqda. Amerika kurashchi aeroplanlari Janubiy Xitoy dengizi osmonida.
Xitoy bilan rayondagi qo'shni davlatlar orasidagi munosabatlarning jiddiylashishiga sabab bo'layotgan Janubiy Xitoy dengizi ustida Amerikaning kurashchi aeroplanlari uchishga boshladi. Milliya to'rining 3 mart kunidagi xabarda shu kuni Amerikaning F-18 va boshqa kurashchi aeroplanlari USS Carl Vinson aviamatkasidan havoga ko'tarilgan. 2 oy davomlashishi planlangan bu harakat bundan burunqilariga qaraganda xilili keng doirani o'z ichiga olgan bo'lib, hatto bu qitimqi harakatda B-52 tiplik bombardimonchi aeroplanning ishlatilganligi ma'lum bo'lmoqda. Amerikaning USS Carl Vinson nomli aviamatkasi 3 mart juma kuni muxbirlarga echib etilgan. Natijada xalqaro axborotlar yadro yiqilg'usi bilan harakatlanadigan USS Carl Vinsondan jiddiy turda dunyoga uchuv tarqatishga boshlagan. Naq maydondan tortilgan suratlarda aeroplanlarga o'rinlashtirish uchun boshqariladigan bombalarni yo'tkayotgan askarlar alohida diqqat tortgan. Safar erkinligi deb nom berilgan bu harakatga qarshi Xitoy doiralari tunji qitimliq bayonotini e'lon qilib, Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Geng Shuangning tili orqali o'zlarining bu harakatdan qattiq bearam bo'lganligini bildirgan. O'tgan yil 9-oyda Xitoy o'zining ittifoqdoshi bo'lgan Rossiya bilan Janubiy Xitoy dengizida birlashma manevr elib borgan edi. Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi talashda turayotgan orollarda elib borgan harbiy qurilish aslahalari 2016-yili sun'iy hamra tarafidan bayqalgan. 12-oyda bo'lsa, buningga munosabatlik e'lon qilingan suratlarda ayrim 7 orolga o'rinlashtirilgan bombadan mudofialanish sistemasi va zenit top aniq namoyon qilingan edi. Xitoy doiralari talash tartish bo'layotgan bu orollar ustida bir qancha yil ilgari ul aslaha qurilishlarini boshlagan edi. Hamda buning xalqaro qonunga uyg'un ekanligini da'vo qilib kelgan. Ammo Tayvanni asos qilgan holda Vietnam, Filippin, Malayziya va Bruney qatorliq davlatlarmo bu orollarda o'zlarining haqqi borligini deb kelgan. Hamda Xitoyning Janubiy Xitoy dengizini harbiy bazalar bilan qo'rishganligini ayblab kelgan edi. Xitoy bu vaqtda yolg'iz bu davlatlar bilan emas, balki Amerika bilanmo pat-pat qarishilishib kelmoqda. Xitoyda BBC muxbiri iqrornomaga majburiy qo'l qo'ydirildi. 3-mart kuni Xitoyning Xunan o'lkasida Angliyaning dunyoviy nufuzga ega davlat axborot organi bo'lgan BBC muxbiri Xitoy doiralari tomonidan hujumga uchrab, sinalg'u apparatlari chaqib etildi hamda qonunsiz ziyorat qilish va rasmga tortish qilmishi sodir qilganligiga aloqador iqrornomaga majburiy qo'l qo'ydirildi. 3-mart kuni BBC to'rining bergan xabarda Xitoyning Xunan o'lkasida Angliyaning dunyoviy nufuzga ega davlat axborot organi bo'lgan BBCning muxbiri Xitoy doiralari tomonidan hujumga uchrab, sinalg'u apparatlari chaqib etilgan hamda qonunsiz ziyorat qilish va rasmga tortish qilmishi sodir qilganligiga aloqador iqrornomaga majburiy qo'l qo'ydirilgan. Xabarda Xitoy fuqarolarining uzun yillardan beri ig'ir zulm, adolatsizlik va soqchilarning zo'rliqlariga qarata Bejondagi Xitoy markaziy doiralariga ariz qilish uchun har yili necha minglagan kishilarning keldiganligi tilga olingan. Hamda BBC muxbirining bundan 3 yil ilgari shu arizdorlardan biri bo'lgan Yang oilasi bilan suhbat elib berib, Xitoy doiralari tomonidan yerlari majburiy tortib olinish bilan birga dadisining soqchilar tomonidan urib o'ltirib etilganligi to'g'risidagi xabarni BBC kanali orqali xalqaroga tarqatganligi bildirilgan. Xabar deyilishicha, bu qitim o'sha hafta ichida Beyjingda o'tkazilayotgan Xitoy siyosiy maslahat kengashi yig'in munosabati bilan barliq arizdorlarning Beyjingga kelishi yerlik doiralar tomonidan qattiq kontrol qilingan. Hamda Yangning onasi va singlisi bu jarayonda doiralar tomonidan nazorat ostiga olingan. Yang oilasi bilan ko'rishish uchun Xunandagi uning uyiga qarab yo'lga chiqqan BBC muxbiri yo'lda Xitoyning munosabatlik xodimlar tomonidan hujumga uchrab, apparatlari chaqib etilgan hamda yezdan ayrilgandan keyin 20 dak noma'lum kishilar tomonidan mashinasi qo'rishib olinib tekshirilgan va birdamdan keyin ularga soqchilarmi qo'shilgan. Natijada qattiq vosita va tahdidlar bilan iqrornomaga qo'l qo'yishga majburlangan. You've no right to stop us filming. 别拍了，来，走吧，别来这里。 So China has made huge capital out of what it sees as the farce and the circus of the US election, the huge effort and expense that goes into an artificial choice. But what we can see here quite clearly is the huge effort and expense that China puts in to stopping people exercising their democratic rights.
手臂夹着手臂往出，会不会呀？手臂靠胳膊往出轻它就完事儿了呗，就这点事儿，也别推它，也别碰它，直接往出轻它。 As you can see, there's absolutely no way through. Probably 20, 25 men outside this house. There's absolutely no way to get to it. Sorry. We have permission. We have permission to speak. So this is democracy Chinese style. A large group of thugs pushing us away, and we've no choice but to leave. The woman inside, hoping to stand for election, won't be able to do this interview. You're gonna break my coat. Let go. Let go. İHA hay'ati Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatida ziyorati bo'ldi. 9 mart payshanba kuni İHA İnsoniy yordam fondining raisi Bülent Yildirimning boshchiligida bir hay'at Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatida ziyorati bo'ldi. 9 mart payshanba kuni markazi İstanbulga joylashgan İHA İnsoniy yordam vaqfining raisi Bülent Yildirimning boshchiligida bir hay'at Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatida ziyorati bo'ldi. Türkiye'deki xalqarалық ijtimoiy yordam organi bo'lgan İnsoniy yordam vaqfining raisi Bülent Yildirim boshchiligidagi 12 kishilik hay'at Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatida ziyorati bo'ldi. Jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxon qatorliq idora hay'at a'zolari ularni qizg'in kutib oldi. Hidoyatullo O'g'izxon İHA İnsoniy yordam vaqfining raisi Bülent Yildirim qatorliq hay'atga jamiyatning xizmat faoliyatlari haqida qisqacha ma'lumot berdi. Sharq Turkistonning yaqinqi vaziyati Xitoyning besim siyosatlari to'g'risida muzokara elib bordi. Ikki taraf o'rtasida qizg'in suhbat bo'lib o'tdi. Ziyorat oxirida hay'at sharafiga Uyg'urcha taomlar bilan tamoq ziyofati berildi. Xitoy Hong Kong masalasida Angliyaga inkos bildirdi. Xitoy doiralari Angliyaning Hong Kongga munosabatlik doklatiga inkos bildirib, Londonni Xitoyning ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi. Xitoy doiralari Angliyaning Hong Kongga munosabatlik doklatiga inkos bildirib, Londonni Xitoyning ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang Angliyaning 6 oylik Hong Kong doklatiga qarata darhol bu harakatini to'xtatish, Xitoyning Hong Kong masalasidagi ichki ishlariga aralashmaslik to'g'risida yozim bayonot e'lon qilib, Angliyaning bu doklatiga qarshi turadiganligini bildirdi. E'lon qilingan yozma bayonotda Hong Kongning alohida rayon ekanligi, bir davlat ikki xil tuzum prinsip bilan boshqarilayotganligi, bu yerdagi har qanday masalaning o'zlarining ichki ishlari ekanligi, boshqa davlatlarning aslo buningga aralashish haqqi yo'qligi bildirilgan. Hamda Xitoy doiralariga qartilgan tanqidlarga qarshi turadiganligi qo'shimcha qilingan. Angliya parlamentiga sunilgan 6 oylik Hong Kong doklatida kishilik huquq va demokratiyaga munosabatli Xitoy doiralariga qartilgan tanqidlar o'rin olgan bo'lib, Xitoy doiralari bu doklatni e'lon qilmaslikni talab qilgan. Hong Kong Xitoyning qo'liga o'tgan 20 yildan buyon Angliya Xitoy doiralarining Hong Kong siyosatini tanqidlagan 40 parcha doklat e'lon qilgan. Angliya bilan Xitoy orasida imzolangan o'rtaq kelishimda 2047-yilgacha Hong Kongning faqat tashqi siyosat va qo'g'dinishga o'xshash sohalarda Xitoyga tabe bo'lganligi, undan boshqa bir davlat ikki xil tuzum siyosati bilan o'ziga o'zi ega bo'lish huquqini qo'g'dash to'g'risida birdaklik hosil qilingan edi. Xitoy Berma chegarasida to'qinish yuz berdi. Xitoy Berma chegarasi atrofida yuz berayotgan qurolli to'qinishlar rayondagi nurg'un fuqarolarning chegaradan Xitoy tarafga qarab qechishiga, buning natijasida ikki davlat o'rtasidagi vaziyatning jiddiylashishiga sabab bo'ldi.
Reuters'ning 8 mart kuni bergan xabarda minglab kishilarning Berma chegarasidan Xitoyga qarab qochganligi tilga ilingan. Xitoy Berma chegarasi atrofida Berma xavfsizlik qismlari bilan bu yerdagi yerlik qurolliqlar o'rtasida qurolliq to'qinish yuz bergan bo'lib, natijada bu rayondagi nurg'un fuqarolar chegaradan Xitoy tarafga qarab qochgan. Buning natijasida ikki davlat o'rtasidagi vaziyat jiddiylashgan. Bermaga tava bo'lgan Xitoy chegarasiga yaqin Shanxi Tayda 2014-yildan boshlab qurolliq to'qinishlar avj olgan bo'lib, u yerdagi milliy qurolliqlar Bermadan ayrilib mustaqil bo'lishni yoki oliy avtonomiya berishni talab qilib kelmoqda. Bu qatim 6 mart kuni qurolliqlar Xitoy chegarasiga yaqin bo'lgan Shanxi Taydagi Berma armiyasiga hujum qilgan bo'lib, yuz bergan to'qinishda 30 dan ortiq kishining o'lganligi bildirilgan. To'qinish hali ham davom qilmoqda ekan. Vaqa yuz bergandan keyin Xitoy taraf bayonotchisi King Shuang bayonot e'lon qilib, vaqadan qochib Xitoy chegarasiga panohlik izlab kelgan 20 mingdan ortiq kishini qabul qilganligini bildirgan. Xitoyning Berma bilan chegaralanadigan Nansan shahridagi bir mehmonxona xodimining bildirishicha, qochgan kishilar intayin ko'p bo'lib, bir qismlarining kiyim-kechaklari bo'lsa-mu, ammo yana bir qismlari yelin kiyim bilan kelganligi deyilgan. Qizil Kirist jamiyati xodimining bayoniga qaraganda 7 mart seshanba kuni 200 atrofida kishi musofirlar lageriga qabul qilingan. Yana bir tarafdan Berma chegarasida Xitoyga o'tish uchun 300 atrofida kishining borligi ma'lum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.